Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Realtor Ali kanaliga kuzatib borayotganlar. Hurmatli obunachilar, bugun biz Sergelining Xadoviy lokatsiyalaridan bittasi Softil mahallasiga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, arendar sifatida aytishim mumkin, Sergeli hokimiyati oldida Grand Capital tomonidan qurib bitkazilgan elitni novostroyka domlarimizga kelganmiz. 9 etajli domda 9-etajda 60 kvadrat korobka holatda uyimiz bor. 10-etajda esa 40 kvadrat yengil konstruksiya uchun joylar qoldirib ketilgan plus terrasasi bor. Общий hisobda 100 kvadrat metrlik korobka holatda kvartiramiz chiqdi. Bilasizlar, narxi bizning kanalda arzon, narxga kelib 52.500 ga baraka qilib ketadigan joyi hozirlarga shu uyimizni obzor qilib beraman. Hurmatli obunachilar, asosiy eshikdan kirganda menga o'xshagan 60 kvadrat korobka holatda uyimiz bizani kutib oladi. Kelib didlinglarga moslab o'zinglar bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Ikkita panoramli oynalari tashqariga qaragan, panoramli oynadan tashqariga chiqadigan bo'lsak, menga o'xshagan katta balkon bizani kutib oladi. Ko'rib turibsizlar, balkonlarning o'zi ham katta, plus yuqorida terrasalari ham bor. Bu tomonda quyosh botishini ko'ryapsizlar, shahar chiroyliligini. 4-metro bekati, ko'rinib turibdi, Titanik dom, oldida korzinka, maktab, bog'chalari ham bor. Hurmatli obunachilar, bu lokatsiyada bunaqa narxga uy topolmaysizlar. 52.500 dollarga kelib, yuqorida 40 kvadrat yengil konstruksiya uchun joylari qoldirilgan, pastda 60 kvadrat, общий 100 kvadrat plus terrasadagi uyimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Like, podpiskasidan chiqmasin.